Assalomu alaykum Agrosat profil kuzatuvchilari. Videomizga bittadan like deb bosib qo'yasizlar. Samanta anjir shoftolisini ko'rsatib o'tamiz. 85, 80, 75. 85 plus ham bor. Kalibr o'ta normal darajada do'stlar, yirikligi. Daraxtni qarang. Noyabr oyida ekilgan daraxtda uji hosil. Videoga like bosib qo'yasizlar bittadan. Mana mehnatga kommentariyada omad so'zini yozib qoldirasizlar. Daraxtimiz 1 yoshli daraxt, mana bolasi. Mana yoqda 5 yoshli onasi do'stlar. Mana hosilni qaranglar. Samanta anjir shoftolisi rosa yetilib pishdi. Bugun 11-iyunni sanasidagi holati. Hosiliga bittadan like deb bosib, boqmoqchi bo'lganlar bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Anjir shoftoli zo'r narxlarda sotilyapti bugungi kunda. Agrosat profilida barcha turdagi mevali ko'chatlar savdosi. Videoga like bosib, eng yaqin do'stlaringga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda hamisha davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmaymiz.